Aldığın şikayette payçek bazarda nemişler yüz verdi. Amazon'ninki 3000 dolarlık payçeki nemişki 140 dolar düşüp kaldı. Hem şundaqlam yana qaysi payçekler davamlı turda bölenmekçi, paçlanmakçı deganlarni biz tövene so'zlab bitamiz. Salam do'stlar, Nurlan pul muomala munbiri qaytib kelgan qarshi olamiz. Aldı bilan Amazon'ni dastlab so'zlab o'tsak, Amazon 3000 dolar deydi, lekin uni parchalab etdi. Parchlash jarayonida sal turib yana so'zlaymiz. U parchlash ikki xil bo'ldi. Birisi cho'mina birini 5 ga 10 ga parchalab oldi. Yana birisi 10 stokni yoki 10 pachakni bir yakaga bo'ldi. Endi Amazonning ishi bo'lsa, nima 3000 dollarlik stokni parchalab etdi degan vaqtda 3000 dollarlik pachakni ko'pincha odam ololmaydi. Yoki bo'lmasa belki qimmat bo'lganlikdan uni oldiga elib sotadigan odam oz bo'ldi. Shunga bu yerda liquidity degan bir narsa bor. Buni liquidityni demakki pul aylantirish unumligi. Liquidity yuqori bo'lmay qoldi. Uni tuvan tushirsa, yana 3000 dollarlikni uni parchalasa 300 bo'ldi, men 20 parchalik deyman bular. Shunday qilib sizning amaliyot bo'lgan, masalan, burun sizning Amazon'ningki 4 yo 5 bo'lgan bo'lsa, uni qiymat o'zgarmaydi, faqat nomer jiqlaydi. Shuning sababidan chiqariq odam olsin, buning liquidityni oshiradi degan maqsadda ochildi. Oxiri 2 oyda 2 oy jarayonida hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Oxiri berib, chunki Amazon mush earnings deymiz, pulni topish jarayonida juda yo'qotib qo'ygan ishlar bor. Sal turib uning spreadsheet yoki financial statement deymiz. Ularning kirim chiqim ko'rib bitamiz. Endi Amazon to'g'rilab o'shaq so'zlaylik. Hozir ya sal turib chartni ko'ramiz. Birinchi olib ko'ramiz SP500. Biz oldingi qitim video ishlaganimizda, ya'ni oldingi qitim videoni biz 7-oyninki, 6-oyning 12 yilda hozircha 2 oy vaqt o'tdi degan gap. Shu vaqtda biz Oil so'zdik, AMD so'zdik, Nokia so'zdik. Shu so'zga vaqtda Oil birinchi bo'lib Oil tuvan tushib yuzni qaraydi degan. Biz shu chog'da ikki xilda hal qildik Oilni. Yana kunliga qaraydigan bo'lsak, bir holatda bu 127 ga chiqib, anondan tushib ketadi dedik. Yana bir holatda 140 ga chiqishi mumkin dedik. Chunki biz uqmaymiz uni. Lekin bizning ufqimiz nima shu vaqt deganda bu Oil chiqqandan keyin ya mayli 130 chiqsin, ya mayli 140 chiqsin, shu vaqtdan keyin bu tushish qarab yuzlandi dedik. O kuni dal naq shu vaqtga deyman. Anondan keyin bu davomli tushib boshladi. Shu chog'da deganimiz bo'yicha 80 dollar atrofiga muqimish kerak dedik. Undan keyin Oilning tushishi muqimlashdi. Davomli turib tushdi. Demak, bu buning qayerga chiqadiganligini biz uqamaymiz, lekin tushishini muqimlashtirgan shu vaqtda. Demak, oxir berib bu Oilning tushishi muqimlashadi. Ham muqimlashdi. Oxiri nimishqa degan vaqtda market göz qaraydan bo'lsak, buni aslo tushib ketdi. Demak, bu texnik aslo tushishga tegishli berilgan bir signal. Shunday qilib, oxir berib Oil nega olmoqchi degan vaqtda Oil shu 85 dollar atrofida muqimlash kerak. 80 dan 85 atrofida. Nimishqa bu mayna bas tushib ketdi? Chunki iqtisod kenak chekinyapti. Yoki bo'lmasa hammadan inflation deymiz, pul baholar yuqori bo'lg'achqa u iqtisodning chekinishi muqarrarlik. Iqtisodning kenak chekinish muqarrarlik bo'lgandan keyin bu yerda pulning qiymati yo'qoldi. Unda bo'lgandan keyin ishlab chiqarish shuningga nisbatan tuvanlaydi. Nimishqa? Chunki oldigan odam narsadan oldigan odam ozlaydi. Narsalarga bo'lgan bizning demand deymiz, bizning ularni olmoqchi bo'lgan ehtiyojimiz tuvanlaydi. Unda bo'lgandan keyin amma ba'zi narsani olmaymiz. Unda bo'lgan ishlab chiqarish bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ishlab chiqarish ta'sir ko'rsatsa, oxir berib yana shirkatlarning to'laydigan ularningki kirimiga ta'sir ko'rsatadi. Ularningki bajig'iga ta'sir ko'rsatadi. Unda bo'lgandan keyin umumiy holatda iqtisod tuvanishi kerak. Shunlashqa bu Oilning tushishning sababi shu. Hamda bu nega bordi? Bek tushib ketsa, biz 2 xil tahlil qilsak bo'ladi. Bek tushib ketsa 70 dollar, bu misol 80 dollar atrofida bu muqimlash kerak. Agar chiqsa bir chiqib, tushib ketsa, taqim yaxshi degan gap. Tushish muqarrarlandi degan gap. Hozir Oilning tushib chiqishi tehi bear market kirdimi degan vaqtda kirmadi. Qaranglar, mayaqda bir. Hammasi sizlik taqishyapti. Sizliklar chiqib ketibdi. Men o'tirib Hammasi mana shu yan to'sizlik taqishyapti-da, taqashgandan keyin chiqyapti ustiga. Shunga texnika bo'yicha aytgan vaqtda bu endi ustiga bir azroq chiqish kerak. Azroq bir chiqib, odamlarga umid berib qo'yib, yana tushib ketish kerak. Shu chog'da bu
muqarrar holdagi bir bearish marketga kirdi. Oil to'g'riliq shunchalik so'zlaylik. Andan keyin AMD'ni so'zlagandik. Biz AMD so'zlagan vaqtda AMD 93 dollar edi. Shu chog'da biz dedik AMD 93 dollardan tuvanga 70 dan 75 ga tushdi dedik. Amaliyotda qanday bo'ldi degan vaqtda eng oxirgi eng tuvini 72 dollarga tushibdi. 73 dollar 72 72 dollar tushibdi. Biz shu vaqtda 73 atrofida davomli oldik. Undan keyin bizning average value andan keyin bu davom ustiga ko'tarildi. Andan keyin qanday qildik deganda biz setib chiqarib holatda. 100 dollar atrofida setib chiqarib demak biz buni ziyon topmadik degan gap. Ziyon topmadik, foyda olmadik. Chunki biz buni setib oldik, sal yuqori setib oldikda xaridni xato ko'rib qilib. Shunga hozir biz bundan chekinib chiqdik. Ammo bu kelgusi qanday bo'ldi deganda kelgusida biz davomli olamiz buni. Bu hozir AMD qanday bo'lmoqchi? Bu agar bak chiqib ketsa, mana ma'sizlik keldi. 113 dollar atrofiga kelib, andan keyin tushib ketish kerak. AMD'ninki bu qitimliq earnings deymiz. Yani Wall Street bulardan talab qilgani naq Wall Street talab qilgan nomerni realite'dan ko'p oshiramadi. Shunga buning bo'lgan ishonchimiz sal tuvalidi, ammo Intelning tushishi. Intel bak tushib ketdi. Shuning sababidan Intelniki market share AMD bilan Nvidia'ga muqimlashib qoldi. Ammo umumiy holatda biz yana AMDni 70 dollardan 75 dollar atrofida yana elish tamshilamiz. Agar talimiz bo'lsa 60 dollar 50 dollar qilishi mumkin uzun muddatda. Ondan keyin Nokia. Biz Nokia'ni so'zlagan vaqtda agar bu 3 dollar 3,5 dollar tushsa biz muqarrar olmaymiz degandik. Bu uning tushimkamidi, lekin bu aksicha buni o'rlab ketdi. Demak, bizning bu yerda buni kirmadik, bizning strategiya o'ynaganimiz xato. Strategiya nima degan vaqtda biz buni tushishni bilamiz, tushgandan keyin chiqishini bilamiz. Undan bo'lgandan keyin mushu holatda, ya'ni ma'ni ko'rgandan keyin bo'libmi, ya'ni mal candle'ni ko'rgandan keyin biz ilishimiz kerak. Uni biz ayni vaqt ko'rmay qoldik. 4.40 olsak, buning hech qanday 50 tiyin yana 200 moving average ostiga chiqish muqarrarda 50 tiyindan 80 tiyingacha foyda ko'ratdik. Agarchi 50 tiyin 80 tiyin oz bo'lgan bilan bu muqim o'zgarmaydi. Buni fluctuation deymiz, tushib chiqishi faqat muqim bo'lgan. Bachak bo'lg'achqa biz bundan qo'rqmay 400 dan 500 dan ololmaymiz-da. O joyda bizning foydamiz ko'proq bo'ldi. Sorry, I'm making trouble here. Okay. Unda bo'lsa Nokia'ni qanday qilamiz? Nokia'ni biz yana davomli turda buni fursat kutamiz. Nemishqa deganda biz SP500 qaragan bo'lsak, SP500 ni biz ishlagan videomizda 3600 tushdi deylik. Shu vaqtda 3600 tushib bo'lmagan vaqtda. Amaliyotda qaragan bo'lsak, biz ayni vaqtdagi mana shu chirgoz ko'rsatgan 3600 tushib, ustiga bir chiqish yuzlandi. Bir burunqida chiqib ketmasa, bir ustiga qarab, xeyra bir chiqqandan keyin tushish yuzlandi deb so'zlab o'tdik. Bu bizning tahlilimiz xolos. Ammo amaliyot qanday bo'ldi degan vaqtda 3600 tushdimi? 3600 ga eng tuvini 3640 shuga keldi. Demak 40 dollar. Bu qancha %, balkim 1-2%, 1% dan tuvan bo'lishi mumkin. Bizning xatoligimiz, xatolik emas. Adil ashunchalik bo'ldi. 3600 shu degan bo'lsa, uni 100 dollar qo'shib olsak, tamoman muqarrarlik. Shunga ashundan keyin chiqish boshladi. Endi muhim nima degan vaqtda biz SP500 ni muqimlik qaraydigan bo'lsak, birinchi bo'lib MACD qarsak, MACD ustiga chiqib, xeyli bir endi asosan tushishda olinish. MS RSI qaraydigan bo'lsak, RSI xeyli bir yuqorilarda hozir. Undan keyin buning ustiga chiqqanmi, faqat osti chiqqaroq degan gap. Yana bir holatda nima desak, yana bir holatda okay, let's try this. Let me try this snipping tool, and then okay, hold on. All right. Hozir qaraydigan bo'lsak, mayaqda burun bir chiqib, tushib ketdi. Hozir naq shu ekan to'xtab qoldi. Andan keyin bu o'xshash narsa mayaqda bir yuz bergandi, chiqib, tushib ketdi. Tushunami? Mayaq bir chiqdi, tushib ketdi, yana misha chiqib, yana tushib ketdi. Hozir ma bo'lsa bunun chiqishining sababi deganda miyada bosh, reverse head and shoulders aksicha ma'no sababidan bu chiqdi. Hamda bu o'zining miyat setib olgan odamlar bo'lsa, ya'ni miyat setib olgan miyat aniq sotadi buni. Hech bo'lmaganda bir 90% bo'lmasa, 60-70% setib o'tadi. Chunki bular ufqida bunun chiqsa, bakara chiqib ketsa chiqadi, andan keyin tushib ketadi ufqida.
Right? Şoңлашқа biz SP 500'ga hozirdan boshlab bearish alasi o'tamiz. Hamda mayaqdan biz bo'lishdik, hamda bearish alasi o'tamiz. Demak, butun baza ham shuning qarta bo'ldi. Kichik stak bo'lsin, cho'ng staklar shuning agishdi. Bay biz so'zlab o'tgan Amazon qaraydan bo'lsak, Amazon $100 tushgan, $100dan $101 hozir $140. $140 tushgan chiqqan. Demak, 40% o'rildi degan gap. Bu bunda Amazonda cho'ng staklarning qisqa muddat ichida 40% o'rilishi, bu g'oyat o'rilish. Bunda bo'lgandan shu vaqtda setish kerak. Endi bu qaytib tushib, mana shu bir o'r bo'shliqni to'ldirish kerak. 125 ga tushib muqarrar. Amdiki anon degan qanday bo'ldi bizda huquq bo'lmaymiz bozor qaraqliq. Yana bir ahvol, yana bir bozorlik xabar nima degan Tesla tushib ketdi, shunami? Tesla bilan Amazonga qarab boqaylik. Chirtiyozga qarasak, yana ma'no tushdi. Üstü mishak keldi, asti, üstü midirilmayotdi, asti o'zgarib igizlayotdi. Demak, bu higher low bo'ldi. Shunaqa chiqib oxir berib üstü o'rdi. Demak, bu very bullish signal. Agar AMD qarasak, AMD ham o'xshash. Ko'pincha bullish chip deymiz. Cho'ng stoklarning hammasi mush shakllantirdi. Andagi bir chiqdi, andagi mission complete yoki bo'lmasa o'rilmoqchi bo'lgan vazifa o'rildi, endi tushish temsiliydi degan. Bu faqat bizning farzimiz, lekin majat etgan vaqtda qaranglar, mana bu miyata qashqan, chunki miyata qashqan bir tushib ketdi, miyada bir tushib ketdi, undan mana tushish asosan muqarrar degan gap. Yana birisi bu inflation deymiz, ya pul baholigi sal ostilgan bo'lsa, ammo bu bir hozirdan o'zi tugamaydi. Bu yana bir yildan bir yarim yil davomlashi kerak. Shu jarayonda bu tushish kerak. Endi bizniki umidimiz nima deganda, agar bu tushib bilan ketsa, yandan buni ikki holat shakllanadi. Birisi mushak kelgandan keyin burun holatdagi 3600 dan double bottom shakllandi. Ondan keyin bunday holat shakllanishi kerak. Agar buni shakllantiramay qolsa, ma'lumot kelib, yana 3300 davomli tushish kerak bu tuvanga. 3300 tushib, shu yerda bir muqimlash kerak. Shunga biz agar bozor tushsa, 3300 tushishni saqlaymiz, yoki bo'lmasa tuvang tushadiganlarni yana short qilamiz. Buning ichida AMD mi bor? Savollar bo'lsa, davomli qoldiringlar. Hozirgacha biz mushagacha bo'lsin. Yana birisi Amazonniki qaranglar. Bu tushib ketgan, bu sizga chigidi takkandan keyin ondan keyin buni tushib ketishi muqarrar ko'proq ega. Qolganini biz bozor qaraymiz. Unda bo'lsa savollarni davomli qoldiringlar. Biz oyda bir qitim davomli bozorni tahlil qilib turamiz.